Salom do'stlar, sizlar bilan Jekjan 3-may yana simichka gap. Hozir hamma mashq bilan bir chekkadan ko'rsataman, to'qnash olsin. Hozir bir ikkita mushtasi şeyda. Hozir yengil video qilamiz. Qolganlar bir chekkadan savol-javobimiz bor. Mana bugun sinfdoshlarni yig'ilishiga Nuriy bo'yga bugun navbatlari edi. Makaga dasturxonlar noz ne'matlardan asosan simichka bo'lyapti mana. Mana bir chekkadan kelishni boshlashdi. Ustoz Shifu. Orqalaridan Leonardo DiCaprio. O'zlari ham kelishaveradi, majburlab telefon chaqirish shart emas. Oqibat zo'r, oqibat. Mana do'stlar, Kunfu ustasi Itman kommentariyada ko'pchilik yozibdi, bir Kunfu maktabini ochishdan nima bo'lar ekan, bir kinoni bir hayotga tatbiq qilsak nima bo'lar ekan deyapti. Nima deydi? Qanaqa qilsak bor? Xudo xohlasa ochamiz. Avval o'zim o'rgan oldik. Bo'ldi. Bugun yig'ilishimizning asosiy sababchisi Nuriy bo'yka. Nuriy bo'yka. Ha. Qattiqroq. Nuriy bo'yka. Bo'yka. Ashlandik. Har doimgidek O'sha gap. har doim. Qardamidi? Har doimgidek. Boshqa gap so'z yo'q. Yo'q. Elon Musk. Kaptan boylar qayda bo'ladi? Simcha gapda bo'ladi. Hop. Titanik nimaga cho'ktirgansiz? Leonardo DiCaprio. Men cho'ktirmaganman Titanik. Ko'pchilik aytyapti, mana shuni kasofatiga cho'kib ketgan Titanik. Bu hammani bo'xton gapdi o'zi. Ha, ana. Yozgan joyga uchga masala bo'ldi. Bo'p keyingiz. Hop do'stlar, yana bir gapmiz. Har doimgidek ichkarida. Ichkari tinchlik. Qachon bir tashqariga chiqasan, yo'ragam ichkarida. Tashqari tozalanishdan keyin chiqamiz tashqariga. Hozir ichkarida toza muhit joylashgan. Hozir yak uylangan. Sinfdoshlar doim ichkarida. Ovqat. Ha, ko'pchilik aytyapti, bular sinfdosh emas, bular shunchaki yig'ilib olgan deyapti. Ya u gap bo'lmagan gaplar. O'sha sinfdosh yig'ila olmaydigan bolalar bor-ku. Ko'ra olmaydiganlar shunaqa gap gapiradi. Ko'pchilik Mert Yamash deb taniydi. Aslida haqiqiy ismi Mirzohid. Do'stimiz Mirzo. Ko'pchilik bu do'stimizni Putin deb o'ylaydi. Haqiqiy ismi Asror ismi. Asrorbek. Bu Leonardo DiCaprio hamma endi ustidan kuladi, bir hazil o'zi o'zimiz sinfdoshimiz Adham. Hop, bu ko'pchilik taniydi, Elon Musk bilan taniladi. Asli ismlari Ilhomjon. okey. Ha, Shohruxxon asl ismingiz? Islomjon. Islomjon. Bo'ykaning ismlari Muslimbek. Muslimbek. Kunfu ustasi Bahodir. Bahodir. Xullas hammamiz 1997-yil tug'ilganmiz. A sinfda o'qiganmiz. A sinf legenda. Ha, A sinf legenda. Ha, 6 kishiga bitta pulni rasmga olingan. Bitta o'sha pul kimga chiqsa, o'sha keyingi simichka gapni egasi. Bor. Mana Elon Musk qani bittasini oling. Pul bo'ychisiz-ku. Oxir qaytib keldi. Putin janoblari. Mana endi kelmaganlarga O'zing bitta ol. mana o'zim bitta oldim. Mana kimga? Javborga. Gap olaman. Maton so'kka. Mana kimga? Mirzohidga. Ha, bu Mertga. Manasi menga. Bu Itman ustasiga. Ana. Bo'ldi tugadi senga. Yo'q. Bunga qarab turar rasm. Raqamni ko'rsataylik. Hop. Raqam 97 79. Ikmonda shekilda. Qani? Yo'q, bu ham emas. Mertdami? Qarang, raqam qaraylar, vo, meniki ekan. Jekjandaga. O'zimniki. Keyingi simichka gap meniki. Nima qilamda? Qayda? Kapada. Pulni ber. Pul qolmaydimi qilib berganimga? Kapada qilamiz, Xudo xolasa. Qayda bo'ladi? Sog'lom kapasida bo'ladi. Qaysi kuni bo'ladi? Yakshanba kuni, 2 haftadan keyin. 2 haftadan keyin. Bo'p, bittasan. Ko'pincha video qo'yib o'tiraman. Yangiliklarni kutinglar. Yangiliklar kutaman. Shu telefon haber borchi? Siz nima deysiz? 17-kuni bo'lar ekan. Yetib kelamiz. Obed. Aha.